Assalomu alaykum, hurmatli Azamat Uz kanalining obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan, musofirda kuzatib borayotgan ukalarimiz. Hurmatli obunachilar, bittadan like bostirsangiz, xudo xolasa, men sizlarga bugun arzon joydan topib qo'ydim akalar. Bugun xudo xolasa juma kunda ko'rishib turibmiz, 29-may. Barchaga Saidul ayyom muborak bo'lsin deya ukalar, xudo xolasa sizlarga zo'rlardan, istifatlilardan, eng muhimi pul arzonlardan chiqarishga harakat qilamiz aka-ukalar. Ishonchli joydan so'ragan aka-ukalarimiz uchun. Bularning barcha tafsilotlarini Sharif akam yana yoritib beradi. Sharif akam trendda bo'ldi. Azamat Uzda obunachilari hammaga juma ayyom muborak bo'lsin. Xo'p. Endi Azamat, xo'p, nima desa bo'ladi? Xo'p, endi molxonamizda ko'rgan bilgan odam taniydi. Endi xudo xolasa o'zimizda qishloqda qo'rqmay tavsiya qilaveramiz. Dehqon akamiznikida. O'zlari nima qilmadilar, chiqishni xohlamadilar. Ishonchli mollar, xudo xolasa mollar gibrid. Mollar gibrid. Bu mol mana misol uchun enasini yaqinda sotishdi. Qirg'izistondan o'tgan. Oldin Qirg'izistondan o'tgan. Enasi o'tgan Azamat mana molni tushungan aka-ukalarimiz bir qator tuyog'ini illigini ko'rsatgan. Qarabkasi ular. Molni aytyapman, yosh Azamat. Enasi Qirg'izistondan o'tgan, tug'ilgan shayda. Mana mol bilgan odam o'zi shunday tuyog'ini ko'rganda bilib olaveradi. Azamat mollarni bo'yi 1.10 plus, 1.15 chiqyapti. Hop, olishaveradi 1.15 ga. Mana realni qo'shilib ko'rsatib ham qo'yilaveradi mana. Hurmatli obunachilar, 1.10 plus, 1.15 dan chiqayotgan ukalar olaverasizlar, xudo xolasa. O'zimiz mana ko'ryapsanmi? Tavsiya qilib o'taveramiz mollarni mana. 1.10 plus dan. 1.15 chiqyapti. 1.10 plus ga olishaveradi. Qo'pg'oni qorinlarga ham e'tibor berasizlar-da akalar. Qorin sotirgan buqa xudo xolasa o'zlarining nomerlarini qo'yamiz, o'zlari bilan talashib, tortishib, aloqaga chiqishaveradi. Narxni ancha yengillatishdi, xudo xolasa qo'yib beramiz. Endi Azamat, hop, mana shu yerda 4 ta mollari bor, mana shu yerdan boshlaveramiz. Hop, birinchisidan boshlaymiz. Ko'chat deydan, sifatli kuchli. Ko'chat deyish kerak mana. Mana aka-ukalar, xudo xolasa aloqaga chiqsizlarning zo'rlari faqat bizda bor. Molni tuyoqlari qo'ychi mol zo'r ketib qol, tomoq qo'y. Ha, o'tib ketadi. Mana aka-ukalar, xudo xolasa. Buni bitta yechaylik aka, oshib bormasin. Oshib bormasgan endi. Bu endi Qirg'izistondan olib o'tgan buqalar akalar nasa bo'ladi? Yuvosh bo'ladi-da. Nasa o'tgan, yana qonidan o'tgan mana. Yana qonidan o'tgan, xudo xolasa. Mana molni boru. Buqani qaranglar. Qarabkasini qaranglar. Xudo xolasa 1 yosh bo'lmagan ekan. 1 yosh bo'lmagan. Mana qara terilarni ham mana. Haqiqiy Dala buqa so'ragan aka-ukalarimiz. Eshiklardan kirib borganda xudo xolasa rahmat etishaveradi. Xudo xolasa bugun juma aksiyani yoramiz. Azamat, uka bu narxi. Narxi necha pul aka? Qirg'iziston parodati bu nima emas. Azamat 21 million 500 ming so'mga molni kamini qilib beriladi. 21 million 500 ming so'mga aka nomerlarni qo'yamiz, talashib, tortishib. Endi buni 24-25 lar yo'q aka, sotishga yaqinroq qo'yaylik dedim. Sotishga yaqinroq qilib endi zotiga ishqiboz bo'lib, zotiga pul beradigan mol Azamat, xudo xolasa. 21 million 500 ming so'mga hurmatli aka-ukalar arzon bo'ldi, aloqaga chiqsanglar. Xudo xolasa chiqsanglar. narxini bor, oxirida bitta chiroyli qilib bomba bo'ladi. Bomba bo'ladi. 3 tasini olgan aka-ukalarimiz uchun. Maqsad sotish. Bizda kanalda qimmat mol qo'yilmagan hozirgacha. Bu aka, kecha chiqadigan mollarimizda aka-ukalar 8 ta Sharif o'zimiz Sharif akam xonadondan chiqizar ekan. Nesa bo'ladi? Uzoq 3 soatga bordi. Hozirga yaqinda oxirini yuklab berib kelyapmiz aka, xudo xolasa. Azamat, xudo xolasa gibrid narsalar. Gibrid. O'qmay aytilaveradi. Nimagaki, haligi shunga aka-ukalarimiz eshiklardan kirib borganda Zavodskiy to'qol aka-ukalar. Shoqoq boshqa narsa kesilmagan, mana o'zi qo'yib turibsizlar. bo'ynilari zo'r. Endi voy, xudo xolasa olib borishsin, boqib sababini qilishsin. Maza qilib 16 million Azamat katta gapirishmas. Hozirgi kunga solishtirish zo'r. Arzon. To'g'risi gapda 16 million 17 millionga qanaqa buzo beryapti-da? Azamat uka. Misol uchun bo'ylari bo'yi 1.15 ga olishaveradi. 1.10 plusda. bo'yi 1.10 plusda. 1.10 plusda xudo xolasa. Mana kalla qismlari ham aka-ukalar, xudo xolasa. Azamat, narxi nechi pul aka? 20 million, 19 million unaqa narxi yo'q. Nechi pul qo'yamiz? 18 million 500 ming so'mga chiroyli qilib kamini qilinadi. 18 million 500 ming so'mga vodiy bo'ylab dastlabgacha. Tog'daga kelishilgan narxlarda aka. Toshkentgacha 18,5 yetkazib beriladi. Toshkentgacha 18,5 million so'mga ketaveradi. Aka-ukalar, xudo xolasa aloqaga chiqinglar. Narx arzon bo'ldi aka-ukalar. Azamat, xo'p. Otasi semental, otasi semental. Enasi rossiyskiy poroda. Enasi rossiyskiy poroda. Toza to'qoldan so'ragan aka-ukalar. Baratga osib qo'yib deyishmas, endi jaylari sal chataqlik uchun. U yakkalab ham syomka qilib tashlanaveradi. Xudo xolasa mana.
Mana O'n qara ukalar. molni. Xudo xolasa bo'sh qopdagilar masalan to'ldirib qo'ysalar aka 25 26 indamasa sotaverasizlar. Ikki cho'yma bor. Bular rosa orqani ham qara, to'rtburchakligini. Ha. Bular o'sishga kelgan mollarda, Azamat. Gabaritini qarang aka. Molni uzunligi ham yetib, mana shu jupini tashlab qo'ysa ham bor, xudo xolasa maza qilishadi. Mana. Azamat, dehqonni qo'lida bo'lsa, mana shu molni 23 million, 22 million deydi-da. Aytadi aka. Azamat, Necha pul narxi qo'yamiz? yengil bo'ldi lekin. 19 million 300 ming so'mga yana kamini qilib beriladi. 19 million 300 ming so'mga vodiy bo'ylab Ha, dastlabki sizlar kamini ko'klar qilaman. ketaveradi. Bo'ylari 10 pilsa Bir 10 pilsda hammasi, 10 ondan pilsa. kam emas. Xudo xolasa akalar buga o'ynab turibdi. Sog'liklari. Mollar bor, bir kishi eplolmas joyiga. ekanmiz. Endi o'zimiz hozir olib chiqib Bular deylar. tashlab ham berishaveradi. Nasa bo'lar alohida Ha, bo'ladi. u Biz o'da yechaylik aka, biz o'da. Azamat. Endi men o'zim ham yeyishini ko'rdim-da shaxsan. Qorin solib turibdi-ku bu qocha. Mollar bor, xudo xolasa hammasi shu. Akalar, Mana bu arzon yerga bo'ldi mana tashlab shu qo'ydim, kelas. Boru, oyoqlarini ham bir qator ko'rsatdim, mana novvoschani, mana qara oyog'i. Mana. Shved, xudo xolasa mana. Hop. Oqquloq mana oqdim. Mana oyoqlarini ko'rsatdim bir qator. Mana on qara janivar. Jichcha qarovs xolos. Agar bular bir oy tarbiya ko'rib qolsa, Azamat. Orqa korpusini, mana oyoq qo'lini, xudo xolasa chu. Cho'jan. Xo'p. Bo'ylarini aka necha deb o'tib ketamiz obunachilarga. Bo'yi Azamat chiqar bu 90. 1 metr 90. 1 metr chiqibchi metrimiz ani. Metrimiz ana shuni turgan holatda o'lchab turadi. Real 3.4'likcha bu. Yani o'lchab ko'ringlar endi obunachilar uchun. 1 metr. Bir 5 1 metrga olsin. 1 metr. Bir pilus. 1 pilus. Bir pilus Azamat. 1 pilusga olasizlar aka ukalar, xudo xolasa narxini necha pul qo'yamiz? Azamat Svet buqachani xudo xolasa. 16 millionga deyishdi. Xudo xolasa chiroyli kami bo'ladi. 16 million 15,5 million berasiz. 15,5 million so'm. Ha. Xudo Ketaveradi xolasa. vodiy bo'ylab. Yana telefon qilib, "Ey, gaplashsa-da, gapga tushsa yana o'tib ham beraveradilar. Aka Xudo bunaqa xolasa. nima odam emas. Xudo xolasa telefon qilgan odamga ishlarni bitirishadi. Qonunlari ham chiqib turibdi. O'n qarab oldi. Oyoqlariga men o'zim ishqim ketdi, o'n qara janivarni. Oyog'ini. Yo'qlasa yana 13 ga nima beryapti? 16 O'shanga million so'mga nima beryapti? 15,5 million Solish so'mga deyiladi. chiroyli sunnatini ham qilib beraveradilar. Oq quloq, oq tumshuq, svet to'ndanga so'ragan aka ukalarimiz uchun. Endi bitta ish qilib ketamiz, Azamat. Mana novoslarni bor-ku. 3 tasini birda aytamiz. 3 tasini bir joyga Azamat 19 million 500 ming so'mdan. 19 million 500 ming so'mdan Hech qayda berish bo'yicha bermaydi. aloqaga chiqsa, vodiy bo'ylab Vodiy, voy, Azamat uzdan men deb nima qilsa-da sunnatiga o'tib ham berishadi. Azamat, mashimollar ham kerak bo'lsa 20 million. 21 million ham sotilyapti, ko'rib turibsiz. Sotilyapti Lekin aka. mana ashino Qirg'iziston parodasini ham ichida ketsin. 19,5 million so'm. 19 million 500 ming so'mdan. Xudo xolasa, telefon qilgan odamga yana jichcha, xudo xolasa, juma ayyomida turibmiz, yana jichcha sunnatini ham qilib beraver ekan. Agar 19 million 500 ming Telefon so'mdan qilsin ama, mashimollar bor, men shaxsan o'zim tavsiya qilaman. Katta gapirishmas. uchoq arzon bo'ldi. Uchovi haqiqiy arzon bo'ldi. Imona ham arzon. Akalar, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, Charbek ham. Agar buni ham qo'shib bersa bor, qo'shib olaman desa, Narxi yana yengil. narxi vobshe yengillab ketadi. Ukalar aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Yeb ichish zo'r, sog'lig'i zo'r. Voy, ta'mirlarni dehqon uyida turibdi mollar, Azamat. Haligi bozor, nima bo'lib yurmagan. Dehqon uyida yemi ochmog'i sinovi zo'r, bir hafta garantiyasi berilgan. Xudo xolasa akalar, minsa bo'ladi. Iloji boricha mollarni video syomka qildik, orqasidan qildik, oldidan qildik, hamma yo'g'idan qildik. Kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, ha, aloqaga chiqsalaring aka ukalar. O'zlari ham chiroyli qilib mana. Yetkazib berishaveradi-da, xudo xolasa. Videodan like bosib ketinglar. Xudo xolasa sizlardan mana shunaqa arzon bomba videolar qilishdan to'xtaymiz aka ukalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi.